Uchalasi qamoqdan chiqmagunicha men kurashaman. Agar uchalasi qamoqdan umuman butkul chiqmaydigan bo'lsa, men o'zimni o'ldiraman. Umrini o'tkaziraman. U kelishini kutolamanmi, bilmayman. Qizligim olingandan boshlab men ko'chaga chiqib ketdim. Shu qiz bilan haqiqatdan bo'lgan bo'lsa, isbot ko'rsatmaydi. Yo'q, siz aralashmang, yanga chiqib keting deb chiqarib yuboraman. Bugungi kunda jamiyatimizda ayol qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari tobora ko'payib bormoqda. Oila ichidagi bosim, ijtimoiy tazyiqlar va huquqiy himoyaning yetarli emasligi tufayli ko'plab ayollar jim turishga majbur bo'lmoqda. Biroq ayrim jasoratli qizlar bu zo'ravonliklarga chiday olmay, o'z boshidan kechirgan og'ir holatlarni ommaga yetkazishga, haqiqatni aytishga qaror qilgan. Shunday murojaatlardan biri yaqinda Effect.uz axborot agentligiga kelib tushdi. Voqea hali voyaga yetmagan TG ismli shaxs va aybsiz jazo olayotgan MO ismli shaxs bilan aloqador. Voqea shunday bo'lgani aytilmoqda. Voyaga yetmagan qizga 2 nafar shaxs tomonidan jinsiy zo'ravonlik qilingan, ammo jazo 3 nafar shaxsga berilgan. Buning ortida qizning bobosi va MO ismli shaxsning 2018-yildan beri sabab bo'layotgan ichki nizolari deyiladi. Nohaqlik bo'layotganining sababi meni bobomda O'ktamakada qasdi bor. Do'konda masalasi bo'yicha 2018-yildan beri urushadi ekanlasi. Shuni ustidan O'ktamakani qamatib olish uchun mendan foydalandi. Jabrlanuvchi o'z murojaatida aytadi: "Agar aybsiz insonlar oqlanmas ekan, men o'z jonimga qasd qilaman. Uchalasi qamoqdan chiqmagunicha men kurashaman. Agar uchalasi qamoqdan umuman butkul chiqmaydigan bo'lsa, men o'zimni o'ldiraman." Bu esa faqat jinoyat emas, tizimli inqiroz, axloqiy fojia va jamiyat uchun ogohlantiruvchi signaldir. Haqiqat uchun kurashayotgan qiz tegishli idoralarga murojaat qilsa, uning oilasi uni jinnixonaga yotqizib qo'yayotgani achinarli holat. Go'yoki u telba, go'yoki bu gaplar uydirma. Men ularda farzandman-ku, nima uchun men jinnixonaga yotqizadi? Har safar olib borib, men shunday chiqarmoqchi bo'laman. Men davoyimdan kechaman. Meni shunday vijdon azobidan qutqaringizlar. Bitta Fayzula bilan, Erkin bilan jinsiy aloqada bo'lganman. Nima uchun O'ktamakaning o'rtaga qo'shyapsizlar desam, bovom kelib, meni uydan haydab, chiqarib, qo'llarimni bog'lab tashab. Aslida qiz jinnixonada emas, u vijdon azobida aziyat chekmoqda. Chunki u aytgan noto'g'ri ko'rsatmalar asosida ba'zi insonlar qamoqqa tushgan. Ulardan biri esa bugungi kunda qariyb 1 yildan ziyodroq hibsda saqlanmoqda. Bu insonning oilasi esa iztirobda, bolalari, yaqinlari azob chekmoqda. Adolatsizlikka duch kelgan bu oilaning sukunati jamiyatda eshitilmayapti. O'zi mana shu 9 oydan beri qanday kun o'tayotganini bilmayman.